Davlat xizmatlari markazlarida tashrif buyuruvchilar uchun elektron navbat tizimi joriy etilgan bo'lib, bu fuqarolarga xizmat ko'rsatishda ochiqlik va shaffoflikni ta'minlaydi. Ko'rsatilayotgan xizmatlar uchun to'lovlarni QR kodlar orqali to'lash imkoniyati esa bu tezlik, aniqlik, qulaylik va shaffoflik demakdir. Xo'sh, odamlar bu imkoniyatlardan qanchalik xabardor? Davlat xizmatlari markazida fuqarolar fikrlarini o'rganamiz. Elektron navbat tizimi odamlar uchun qanchalik qulay? Qulayligi shu o'chirt talash bo'lmaydi, bezo'chirt kirib ketishmaydi, vaqt tejaladi. Примерно o'chirtingiz qancha vaqtda kelishini ham yozib qo'yishadi, примерно o'sha vaqtga kelib qoladi. Insonlarni shu ketma-ketligini tartibga qo'yish, ya'ni insonlar o'rtasida kim birinchi kelgan shunaqa tortish ziddiyatlar kelmasligi uchun va ikkinchi o'rinda menimcha shu oldindan telefon qilib qo'yib, bron qilib qo'yish, ya'ni yoki qaysidir xodimni tanish bilishi, kimdir o'rniga o'rin olib qo'yish, shunaqa narsalarni oldini oladi. Ancha qulay. Birinchidan navbat urushmasdan, talashmasdan o'tirish, o'zini vaqtida chaqirgani, keyin soatiga qarab ham bemalol uni orasida agar navbat uzunroq bo'lsa, kelib boshqa ish qilib ham kelib o'tirsa bo'ladi. O'zimdan qiyos qiladigan bo'lsam, mana hozir tadbirkorlik faoliyatini boshlash uchun masalan guvohnoma olishim kerak edi. Juda ham qisqa vaqt mobaynida men hozir mana guvohnomani qo'limga oldim. Bu tizim zo'r ishlayapti. Juda mamnunman. Vaqt tejalyapti masalan. Navbatda o'sha ko'p vaqtingiz navbatda, ya'ni yugur-yugurlar bilan o'tib ketardi. Hozirgi kunda juda ham bu qulay. Bu yerda sizga qog'ozchalar taqdim etiladi. Hammasi tartib bilan raqamlashtirilgan bo'ladi. Birinma-ketin hech qanday janjallar kuzatilmaydi. Hamma o'zi navbati kelganda kirib ketaveradi. QR kod orqali to'lov qilish imkoniyati odamlar uchun qanchalik qulay? Shu vaqt tejaladi, sarson-garchilik bo'lmaydi. O'chirtib turmaysiz. Shunda telefondan tez to'lab olasiz. Ijobiy tomonlari juda ham ko'p. Birinchi o'rinda kassada, ya'ni kassani oldida juda ham ko'p odamlarning ketma-ketlik ko'payib ketmasligini oldini oladi va QR kod orqali kassada bajarilayotgan amaliyotlardan tezroq menimcha ishingiz bitadi. Ancha qulay. Ancha bemalol, chunki kassaga kirib navbat turib to'lagandan ko'ra QR kod orqali to'lagan ancha afzalroq. Ancha afzalroq. QR kodlar orqali hozirgi kunda to'lov qilish juda qulay bo'lib qoldi-da. Masalan, kassada o'chirib turmaysiz. Navbatingizni kutib turmaysiz. Hamma mana izchil rivojlanayotgan paytda vaqt masalasi hammamizda, o'sha vaqt masalasi tejalyapti. Bu zo'r. QR kodga hozir to'lov qiladigan qilib qo'yibsizlar. Bu juda ham qulay bo'ldi. Hozir hamma telefon orqali kirib, kartasiz yoki boshqa narsasiz narx to'lamasdan QR kodni skaner qilib, shu QR kod orqali to'layapti. Bu ham oson, ham ishlarimiz ham tezda bitadigan bo'ladi. Yakunda sizga ko'rsatilgan xizmatlar sifatini baholashni unutmang.